Reverim, mazasiga gap yo'q. Ishonmasang tatib ko'r. Hozir men naqd 500 million so'm ustida turibman va bir kishi shu pullarni qo'lga kiritishi mumkin. Darvozani ochinglar. Bu videoda siz ko'rib turgan 100 kishi 500 million so'm uchun hali O'zbekistonda bo'lmagan 7 ta bosqichli o'yinlardan o'tib kurashishadi va bir kishi g'olib bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Tanlashimiz kerak-da. Bu 100 kishi kim deb o'ylayotgan bo'lsanglar, Reverem suvlarini xarid qilgan va Reverem suvlari bilan birga kreativ video olganlar orasidan tanlab olingan omadli 100 ta ishtirokchi. Siz ham 500 million so'm yutib olishni xohlasangiz, Reverem shouning ikkinchi sonida ishtirok eting va 500 million so'mni qo'lga kiriting. Ha! Birinchi o'yinimiz qoidalari juda ham oson. Biz o'yin maydonini har xil joylariga Reverem show bayroqlarini qo'yib chiqamiz. Sizlar esa shu bayroqlardan birini qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi. Sizlar 100 tasiz, bayroqlar esa 50 ta. Bu degani faqat 50 ta odam Reverem show uchun, ya'ni 500 million so'm uchun o'yinni davom ettiradi. Biz har bir raundda har xil sondagi bayroqlarni maydonga joylashtiramiz, toki ishtirokchilar 50 ta bayroqni qo'lga kiritmagunicha. Raund boshlanishidan oldin qo'limni ko'taraman va signal beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Signal bermasimdan oldin chiziqni bosib o'tsangiz, o'yinni shunchaki tark etasiz. Oldingizda turgan qizil chiziqni bosib o'tishinglar bilan bayroqlardan birini qo'lga kiritishinglar shart. Agar kimdir bayroqni usha olmasa, u o'yinni tark etadi. Birinchi raunddagi bayroqlarimiz atiga 5 ta. Ishtirokchilar esa 100 ta. Kim birinchi bo'lib keyingi bosqichga o'tadi, kim esa yo'q. Bayroqlarni olib chiqinglar. Xo'p, ishtirokchilar, tayyormisizlar? Reverem show boshlandi. Bavrelni puli muhlatgan ish yutqizdingiz. To'g'ri aytsam, Dilshod akani kallasi shunaqangi kuchli ishlaydi. Birinchidan shunaqangi hayajonlantirib qo'yapti, birinchi gapirishidan o'zi. 5 ta yoki 6 ta odam yuguradi, chunki bayroq 5 ta qo'yilgan. O'shaning uchun o'zimga ishondim, ishonchim bilan yutdim. To'g'risi finalda ham shunaqa ishonchim bilan yutaman. Go! Finalda oldin yugurdim. Finalda oldin yugurib qo'ydingiz. Ha. Odamlarim bir boshqacha o'tdi, yuraklarim dukullab. Lekin uddaladim. Marhamat, bayroqlarni olib chiqinglar. Dona bayroq turibdi. Qaniylik omad. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Tayyor bo'lsanglar, boshladi. Agar ko'rib turgan bo'lsang, tezroq like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham hayajonli daqiqalar. Chunki ishtirokchilar soni juda ham kamayib boryapti, chunki bu yerda ishtirokchilar ko'p, bayroqchilar kam qoldi. Men ham hayajondaman. Juda qattiq jang bo'ldi. Zo'r bo'ladi xohlasa. Xotirjam. Faqat o'zim boy bo'lay. Hozir bizda 5 ta bayroq uchun kurash bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, olg'a!
emotsiyani qara. Bo'yka. Bu emotsiyalarni pulga sotib olib bo'lmaydi. Bu emotsiyalar haqiqiy emotsiyalar. Ularning xursandchiligi bizani yana tempimiz oshiryapti. Hali boshlanish, yuqori darajada davom etamiz. Marhamat. Nima bo'lganda ham sizlarga rahmat aytmoqchiman. Har bittanglarga ishtirokinglar uchun va sizlarga omad tilaymiz. Omad tilayman. Onam duosini olganman inshaalloh hammasi. Bosish kerak. Necha yoshsiz siz? 53 yoshingizda. Nimani kutdingiz shu vaqtlarda yugurmadingizmi? Tavakkal, Allohga tavakkal. Suv xarid qilib aniq qatnashganmisiz yo video oldingizmi? Yo'q, suxaridlar. Suv xarid. Gap. Eng yoshi ulug'i sizsiz. Ko'rsatib qo'ying yoshdagi bir qanaqa bo'lishi. Demak, tayyor bo'lsanglar final oldi, final. Chunki 13 ta qolgan bayroq, bundan keyin bayroqlar qolmaydi. Tayyor bo'lsanglar. Ketdik. Nimaga yugurmadinglar? Turib ketib qolishdi-da men. Yana bu o'yinda har xilcha holat bo'lishi mumkin edi. Do'ppli bola nahotki siz yana tark etsangiz bizani. Gap yo'q. Chunki 500 million olib to'y qilmoqchi edim, lekin endi to'y qilmayman. Afsus, ular o'yinimizni tark etishadi. Sizlarni esa keyingi bosqichga o'tganinglar bilan tabriklayman. Unaqa bo'lishiga qaramang, biz 50 kishiga yana bitta imkoniyatni beramiz. 50 kishi uchun bitta bayroq. Bunaqa nima desam bo'ladi? Bunaqa emotsiyaga, bunaqa adrenalinga boy show faqat Reverend showda. Mana 100 talik ichida Farg'onalikmiz biz 2 kishi o'tdik. Menga hozir bitta narsa qilsin. 50 kishi bitta dona bayroq uchun yuguradi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim avval oladi o'sha bayroqni? To'y atmay emas menimcha. To'g'ri, ikkinchi shans bor. Let's go! Siz bilan boya gaplashganligi yetgach, tabriklayman keyingi bosqichga o'tganingiz bilan. Qo'lda kelganda harakat qildik. Yamiz bilan qilib oldik. Xullas kalam 500 million pul, bu katta pul. Meni birov qiziqtirgani yo'q, faqat pul va bayroq. Birinchi o'yinimiz o'zidayoq 49 ta ishtirokchi o'yinni tark etdi. Qolgan 51 kishini esa oldinda emotsiyaga boy o'yin kutyapti. Ikkinchi o'yinga o'tganinglar bilan hammalarni tabriklayman. Ana endi sizlar 500 million so'mga yanada yaqin keldinglar. Xursand bo'lishga shoshilmaysizlar. Ikkinchi o'yinni boshlashdan avval sizlarga 10 daqiqa vaqt beraman. Shu 10 daqiqa ichida 17 tadan 3 ta jamoaga bo'linishinglar kerak bo'ladi. Va har bir jamoadan bittadan sardor tanlashinglar kerak bo'ladi. Sardor va jamoa tanlashda e'tiborli va diqqat bo'linglar. Chunki ular sizlarning taqdiringlarni hal qilishi mumkin. Vaqtga e'tibor beringlar. Jamoa sardori tanlanmagan bo'lsa yoki jamoaga bo'linmagan bo'lsangiz, o'yinni shunchaki tark etasiz. Demak, vaqt ketdi. Hamma kelolmaylar bor. Sanadi, Xudoni aytgan sanadi deb bo'ladi. Tanlangan jamoa sardori hozir butun jamoani cho'chirish mumkin. Tasavvur qilasizlar? Butun jamoani 17 kishini. 7 ta bola kerak. 6 bola kerak. 12. Bu yerda yig'ilgan hammaning maqsadi aniq. 500 million so'mni o'zi bilan olib ketish. Nafs, vijdon, jamoa. Lekin bir kishi o'yin taqdirini hal qiladi. Pul yoki jamoa. Chotki bo'ladi. Yondiramiz. Oldinda ularni nima kutayotganini hali o'zlari ham bilishmas edi.
bunaqa tez jamoaga bo'linib olasizlar deb o'ylamagan edim. Negadir ustinglardagi kiyimlar sal yoqmayapti. Kelinglar o'zgartiramiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, jamoa sardorlarini tribunaga taklif qilaman, marhamat. Ikkinchi o'yinni e'lon qilishga tayyorman. Sizlar tayyormisizlar? Jamoaga bo'linib sardor tanlashinglarda e'tiborliroq bo'linglar degan edim va albatta sardorlar hozir sizlarning taqdiringlarni hal qiladi. Oramizda o'g'ri bor. O'g'ri bugun yutuqqa qo'yilgan 500 million so'mdan naqd 100 million so'mini o'zi bilan olib ketmoqchi. Sababi har bir jamoa sardori oldida knopkalar joylashgan. Ekranda esa 0 dan 100 million so'mgacha pul mukofoti ko'tarilib boradi. Qaysi jamoa sardori birinchi bo'lib knopkani bossa, bosilgan paytda ekranda ko'rsatilgan hamma pullarni o'zi bilan olib ketadi. Yetmaganiga o'zi o'yinda qoladi, jamoa a'zolarini esa o'yindan chiqarib yuboradi. Agar hech kim knopkani bosmasa, hammanglar yana biz bilan 500 million so'm uchun kurashishni davom ettirasiz. Bu o'yinda kimdir o'yindan chiqib ketishi muhim emas. Kim qanchalik o'z jamoasini o'ylashi muhim va qanchaga sotishi muhim. Demak, boshladik. Men bu so'radigan joyi deb o'ylayman. 3 million so'mga chiqdi. 100 million so'mgacha chiqadi. Kim birinchi bir bosar ekan, ha? Nima deysiz? Qanchada bosasiz? Umuman bosmaysiz. 10 million so'mga chiqdi pul, naqd 10 million. O'ylab ko'ringlar, 10 million so'm. Menimcha jamoadoshlaringiz sizga bundan keyin yordam bera olmasa kerak deb o'ylayman. Chunki pul 15 million so'mga chiqdi. $20 million. Siz o'rningizda ular bo'lganda bosa olgan bo'lardi o'sha. Chunki pul naq 25 million so'mga chiqdi. Nahotki hech kim bosmasa, 25 million so'm. Menimcha pul yanada ko'tarilishini kutishyapti. Hozir pul ko'tarilganda ko'ramiz kim nafsi bilan kurasha oladi. Moshinaga nech pul rasxod qiladingiz? 2000 ga yaqin. 2000 ga yaqin. O'sha puli chiqib bo'ldi, chunki orqasiga pul 35 millionga chiqyapti. Bitta bosasiz bo'ldi, 35 millionni o'zingiz bilan olib ketasiz. O'yinni davom ettirasiz. Tasavvur qilasizmi? O'yinni davom ettirasiz. Naqd 40 millionga yaqinlashamiz, aka. Menimcha yoshi orasida kattasiz ekansizda. Menimcha bola chaqa uyda mana ayolingiz kutyapti. Naqd 40 million so'mga chiqdi. 40 million so'm bilan ketish mazza emasmi? O'yinni davom ettirasiz. Pul ko'tarilsa ko'ramiz. 46 million. 46 million? Yo'q-e? 50 millionga chiqqandami?